Osinjonlar, biz taraflarda ahmoq aqva bir tosh degan maqol bor. Shu maqol menga talmaganmikina? Nima dedilar? Havorang yopishtirgan samaklikam endi yoqmasam sariqqa almashtirmoqchiman. Erinmagan inson ekanman, to'g'risi. Videolarimni ko'rib o'zim charchab ketyapman. Bolalar xonasini bugunoq bitirishim shart osinjonlar, chunki sariq samaklikani ko'rib ko'zlarim quvnab ketdi. Negativ fikr bildirishga shoshilmay turinglar. Havorang samaklikani shilib tashamadim. Izlagan imkon topibdi deyishganidek, men ham imkonini topib devorda oralariga yopishtirib chiqdim. Natijasini esa oxirida ko'rasizlar. Osinjonlarim, sizlarga ham maslahat beraman. Albatta farzandlaringizga shunaqangi chiroyli xonani o'zlaringiz qo'lingiz, mehringiz bilan remont qilib beringlar. Chunki bir umr farzandlaringiz esida qoladi. O'zimda yoshligimdagi, orzuyimdagi xonani bolajonlarim uchun tayyorlab beryapman. Samaklikani yopishtirishda ozgina ehtiyot bo'linglar, chunki devoringizda ishlab chiqishi mumkin. Xato qilib qo'ysangiz, qayta olib yopishtirsangiz, kley tugab qoladi. Lekin bir martada yopishsa shunaqangi zo'r ushlaydi osinjonlar. Tortsangiz ham chiqib ketmaydi. 3-4 yil bemalol xizmat qiladi. Orada zerikib qolsam, o'zimni xursand qilib, ashulalar aytib o'yinga tushib, energiyamni yig'ib olaman osinjonlar. Yana ishga kirishib ketaman. Lekin bu remontlar menga shunaqangi kuchli energiya beradi. Asablarim dam oladi, odamlardan xoli, telefonlardan xoli. O'zimda xayollarim bilan Allohdan so'raydigan tilaklarimni so'rab, istig'forlarimni aytib maza qilib ish qilaman. Endi sizlarga ozgina o'rgataman osinjonlarim. Burchaklarini qana qilib chiqaramiz, bir-biriga ulangan joylari chok bo'lib qolmaydimi deydiganlar diqqatiga. Qana qilib kesganimga yaxshilab e'tibor beringlar. Tepasidan, ya'ni samaklikani ustiga olib o'tib, o'rtasidan kesaman. Shunda u yoqdan ham bu yoqdan ham shilib olib tashlasam, bir-biriga mos bo'ladi, choklari bilinmaydi. Voy osinjonlar, qaranglar qanaqa chiroyli chiqdi. Kommentariyaga fikringizni yozib ketinglar. Sariq bilan havorang bir-biriga rosa mos tushar ekan. O'zi tasodifan bo'lib ketdi osinjonlar. Bu sariqda mos tusharmikin deb taxminiy zakaz qilgandim, lekin shunaqa chiroyli tushdi. Xuddi ataydan dizayn chizilganga o'xshaydi. Bolalarim uchun mehr bilan ish qilyapman, shuning uchun ham rosa ham chiroyli chiqyapti shekilli. Osinjonlar, bu malyarskiy pichoq 8000 so'm turadi. Ichida 3 ta zapasi bo'ladi. Tez almashtirib turmasangiz, aboyingizda yoki shunaqa samaklikalaringizni yomon qilib qo'yadi. Burchaklarini nima qilasiz deyishlaringiz mumkin. Ularni o'zini maxsus plastmassa tiagalari bor. Shulardan yopishtirib berkitib yuboraman. Sizlarga aboyda yamashni o'rgatganman osinjonlar. Yaxshilab ko'rib o'rganib olinglar. Uchma-uch qilib yopishtirmaysiz, sal ustiga olib chiqib yopishtirasiz osinjonlar. Pastidan, tepasidan emas, o'rtasidan tekis qilib yaxshilab kesib olasiz. Shunda salgina aboyda yoki samaklikani orasini ochib, ichidagi kesilgan nobda sho'rasiz, bir-biriga uchma-uch bo'lib to'g'ri bo'ladi. Yaxshilab yopishtirib yuborasiz. Osinjonlar, 1 metr ham samaklikani uvol qilmaymiz, tashlab yubormaymiz. Qaranglar, patolokka sariq samaklikadan botayab turgan quyoshni yasadim. Hattoki bu nurlarigacha yetdi osinjonlar, shunaqangi chiroyli chiqdi, ishoninglar. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, videolarimga like bosib kuzatinglar, chunki bundan ham zo'r lifehacklarni o'rgataman sizlarga. Havorang samaklikalardan bulutlarni yasab, patolokka yopishtirib chiqamiz. Osinjonlar, videoni davomi qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib kuzatinglar. Istoriyalarimda har bitta ma'lumotlarni bittalab o'rgatib borganman, shuning uchun istoriyalarimni qo'ygizmanglar. Aytganchalik meni videolarimni ko'ryapti turib, semichka qurt pista olinglar. Umuman zerikmaysizlar.